Seneki aytadiki, bizda qo'rquv bilasizmi, yoshligimizdan singdiriladi. Ota-onamizdan birinchi bo'lib. Dorvozlarda bola 2 yoshgacha dori o'ynashni o'rgatadilar ekan. Nima uchun bilasizmi? 2 yoshgacha hech kimdan qo'rqmaydi. Birinchi qo'rquvni ota-onamiz singdiradi. Menga adam rahmatli shaytonlar o'tiribdi derdilar-da, daraxtlarda. Tasavvurim kimga edi? 20 yoshgacha qo'rqib yurganman. 20 yoshgacha qo'rqardim. 20 yoshimdan keyin tasavvurlarim kamayib qoldi. Qo'rquvlar afsonaga ekanligini tushunib yetdim. O'ylamasangiz qo'rqmaysiz. Keyin olim yo'q, ular hatto shayton bilan gaplashib aytsa, shayton aytadi senga, men senga mansab beraman, boylik beraman, joy beraman desin. Ya deb boshingga ur. Bir kuni mana Sarvar olam yaqinda o'qiganman ancha oldin. Sarvar olam masjidga kelib tursalar, shayton turgan ekan. Allohning maxluqoti, nima qilib turibsiz? Bu yerda insonlarning ibodatini buzgani kelgan edim. Nima uchun jim turibsiz? Bu yerda olim uxlayotibdi. Nima anaqasi bo'ldi? Agar hozir bularni bilsa, olimning uyqusi qochib ketadi. Menga keyin ko'proq zarar tegadi. Kitobida yozib qo'yilgan. Iblis ma'lum shayton bir mo'min olimni yo'ldan ozdirguncha, mingta johil musulmonni bemalol yo'ldan ozdiradi. Johillik, bilimsizlik. Yoki sen aytganimdek, johillarning abadiy xarfnohlari qo'rquvdir. Ular qo'rquv orqali boshqariladi. Olimlar bilasizmi? O'limni bayramdek kutib olishadi. Umar Xayyom qanday o'limi bo'lgan bilasizmi? Men o'lim holatlarini kuzatib yuraman-da. Umar Xayyom o'limidan oldin bunday kitob quchomlaganda nima degan bilasizmi? Juda ko'p do'stlarim bor edi. Juda ko'p shogirdlarim. Juda ko'p qonundoshlarim. Lekin men umr bo'yi kitobchalik do'st topa olmadim. Qo'llarida Ibn Sinoning kitobi bo'lgan. Kechagida bu soqoli yana odamimiz bor-ku, ilm markazidan gapiradilar. Shu to'g'risida gapirdilar, anaqalar to'g'risida gapirdilar. Ozgina eshitdim. Lekin uncha men qiziqmasdi. Ibn Sinoning bir ajoyib aytgan gaplari bor-da. Nima deysiz, bilasizmi? Men shu darajada ilm bilan shug'ullanar edimki, hatto tushlarimda ham masalalar yechib chiqardim. Gapi eshitgandagi biyalar chirsilab ketib qoldi. Qanaqa qilsa tushlarida masalalar yechib chiqish mumkin. Lekin bu hayotimda bo'lgan. Faqat ish masalasida. Vagonda shunaqangi ko'p kepay tashardikki, tashib yurganimdan tushlarimda kepayni uyga tashab chiqardim. Ustilarimga yopib olib uxlardim. Tushimda. Amakim bilan somsa sotardik-da. Somsalar bordi, baqirishim kerak bo'ladi. Kuniga 2 pul berishardi. Yaxshi edi lekin. Somsalar bordi, baqirib urganimdan tushlarimda ham somsalar bordi, baqirib chiqardim. Turib ham somsalar bordi. O'rtoqlar bilan gaplashayotganda ham somsalar bordi, baqirib o'radim. Ilm ham shunaqa. Ko'p o'qursiz, tushlaringizda masala yechib chiqasiz. Bir er-xotin ayollar borda, insonni DNKsini o'ylab topishgan. Juda ko'p o'ylab urishgan, nemislar bo'lish kerak. Juda ko'p o'ylab urishgan. DNK qanday holatda bo'ladi? DNK qanday holatda bo'ladi? Ular tushlarida masalaga yechim topganlar. Qanday qilib bilasizmi? Ilonlar birlashganini, chirmashganini ko'rganlar. Yaxshilab tekshirsa, DNK shu holat. Beruniyning katta kitoblarini o'qimaganman, lekin kichkina hayotlari to'g'risida kitob o'qib chiqardim. O'lim holatini gapirdim-ku. Ularni ham Beruniyning ham o'lim holatlarini aytib beraman. Beruniy olamdan o'tmoqdalar. Shogirdlari keladi. Shogirdlar kelib hamdardlik bildiramansa, menga ilm ber deydilar. Ustoz, siz nariga dunyoga ketyapsiz, nima qilasiz? Shogird, men bilmasdan ketishni xohlamayman, bilib ketishni xohlayman. Ilm berib, ilm olib, shogirdlar chiqib ketganda olamdan o'tadilar. Yana o'limdan qo'rqmasligini deb akademik Pavlov. Uni eshitgansizlar biologiyadan. Uni ham o'qidim. O'lim holati. O'lib o'tdi. Kelinglar meni o'lim holatim bekor ketmasin, ilm fani uchun xizmat qilsin. Shogirdlarni atroflariga taglab qo'yadilar-da, o'lim holatlarida yetib turadilar.